Hakerlar O'zbekistondagi 15 million aholining ma'lumotlarini Darknetda tarqatib yuborishdimi? Ijtimoiy tarmoqlar, asosan Redditda O'zbekiston davlat axborot tizimiga oid millionlab fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari Darknetda paydo bo'lgani haqida shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Hakerlar OAuth autentifikatsiya tizimini buzib, uni ishlatgan barcha platformalar, Ichki ishlar vazirligi, stat.uz va boshqa davlat tizimlari orqali ma'lumotlarni to'plagan. Redditda hattoki Darknetdagi ma'lumotlarni sotishayotgan skrinshotlar ham paydo bo'lgan. Agar haqiqatan ham shunday bo'ladigan bo'lsa, buzg'unchilar mana shu ma'lumotlarni hakerlardan sotib olgan holda turli maqsad yo'lida foydalanishlari, fuqarolarni shantaj qilishlari, ularning nomiga kredit rasmiylashtirishlari, agarda parollari ham tarqalgan bo'lsa, ularning ijtimoiy tarmoqlarga kirib, shaxsiy ma'lumotlarini, yozishmalarini olishlari mumkin. Buning evaziga esa buzg'unchilar fuqarolardan yaxshigina pul talab qilish ehtimoli ham yuqori. Lekin haqiqatan ham shunday ma'lumotlar tarqaldimi? Bunisi hozircha noma'lum. Lekin Kiberxavfsizlik markazi holat o'rganilayotganini ma'lum qildi va rasmiy xabarlarga ko'ra tekshiruvlar davom etmoqda, qo'shimcha ma'lumotlar keyinroq beriladi. Statistika agentligi esa aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishda to'plangan ma'lumotlar alohida shifrlangan serverlarda xavfsiz saqlanayotganini bildirib, xavotirga o'rin yo'q ekanligini ta'kidladi. Biroq bugun ertalabdan sayt negadir ishlamay qoldi. Keyin esa sayt faoliyati yana qayta tiklandi. Aytishlaricha, hozirgi vaqtda saytga xorijdan kirishning imkoniyati cheklangan. Fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari haqiqatan tarqatilganmi yoki yo'q? Bunisi noma'lum, lekin bir narsa aniq. Har bir inson o'z xavfsizligini ta'minlash maqsadida parollarini ma'lum muddatda yangilab turishi talab etiladi. Siz ham bugunoq o'zingizni my.gov.uz dagi parol loginlaringizni yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kirish xavfsizlik kodlaringizni yangilab qo'ying. Imkoni boricha parollaringiz murakkab va boshqalar topa olmaydigan, turli xil simvollardan foydalanib ishlangan bo'lsin. Shuningdek, hech qanday shubhali havolalarga kirmaslik ham tavsiya etiladi va albatta ushbu videoni barchaga yuborib qo'yish ham.